Qandli diabeti bor insonlar Ramazon oyini ro'zasini tutib, qanday qilib sog'lig'iga yanada avvalgidan kerak bo'lsa 2 hissa ko'proq foyda olishi mumkin yoki xuddi bir statsionarda yotib davolangandek foyda olishi mumkin. Bu haqda bilarmidingiz? Bilmasangiz, bugun aynan mana shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdanda ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdingiz meni? Ha, aynan Ramazon oyini ro'zasini tutish bilan birgalikda siz savobdan tashqari, ya'ni agar to'g'ri ovqatlanadigan bo'lsangiz, o'zingizni sog'lig'ingizni to'g'ri hisob-kitobini olib boradigan bo'lsangiz, hattoki yilda bir marta statsionarda davolanganchalik o'zingizni tanangiz uchun foydali bo'lishingiz mumkin. Buning uchun faqat bir nechtagina shartlar bor. Mana shu shartlarni bajarish kerak xolos. Do'stlar, hoziroq bu videoni o'sha laykchasini bosib qo'ying. Chunki aynan bu video sizga foydali bo'lishi uchun chiqarilgan va aynan bu videoni kutayotganlar bo'lishi mumkin. Sizning laykingiz menga hech qanaqangi pul olib kelmaydi yoki hech qanaqangi og'irimni yengil qilib qo'ymaydi. Shunchaki sizga o'xshagan tomoshabinlarni sonini ko'paytirishga, ya'ni bu videoni kutayotgan insonlarga yetib borishga xizmat qiladi xolos. Men esingizda bo'lsa, avvalgi videoyimda va'da bergan edim. Agar 10 mingta layk yig'adigan bo'lsa, undan ro'za haqida olgan videoyimiz biz har hafta kamida 2 marta jonli efir qilamiz degan edik. Lekin siz va'dani ustidan chiqmadingiz, men emas, lekin men shunda ham va'damga vafo qilgan holatda 5000 ta laykni atrobotga qilib berish uchun siz uchun maksimal darajada oldi qochdi gaplarsiz foydali ma'lumotlar berishga harakat qilaman. O'zingiz uchun qaysidir holatlarni to'g'rilab bo'lsangiz, qaysinidir yozib oladigan bo'lsangiz, juda ham tanangiz uchun foydali ma'lumotlar bo'ladi xudo xolasa. Demak, ketdik. Saharlikda nima qilish kerak? Iftordan nima qilish kerak? O'zi Ramazon oyini qanday o'tkazish kerak? Umuman bitta qoidani o'zingiz uchun qo'yib oling. Sizda qandli diabet bormi? Sizning holatingiz shunchaki yaxshi bo'lishidan emas gap. Ro'za tutayotgan paytingizda men yaxshiman-ku degan bilan muammo hal bo'lmaydi. Siz Ramazon oyini ro'zasini tutayotgan paytingizda harakat qilishingiz kerak shakarni sakramasligiga. Ya'ni shunday ovqatlanish usulini topishingiz kerakki, qonda qand darajasi 1dan 15, 1dan 20 bo'lib, keyin 4, 3, 5 gacha tushib ketmasin. Chunki kun davomida och yurasiz, siz qandni nazorat qilmaysiz. Ertalab o'lchagan paytingizda normalniy bo'lishi mumkin va kechga iftordan oldin o'lchagan paytingizda ham normalniy bo'lishingiz mumkin. Va menda qand normalniy, menda muammo bo'lmaydi deb holsizligingizga, o'zingizni qanaqadir og'riqlaringizga hattoki e'tibor bermay o'tib ketib qolishingiz mumkin. Shu uchun ham mana shu qoidalarni agar qo'yib oladigan bo'lsangiz, juda ham sog'lig'ingiz uchun foydali bo'ladi. Ketdik. Saharlikda insulinni raketa qiladigan ba'zi bir mahsulotlar bor. Ha, nima uchun aynan insulinni, nima uchun men qandni demayapman? Ba'zi mahsulotlar bor, to'g'ridan to'g'ri qandni ko'taradi. Ba'zi bir mahsulotlar bor, kaloriyasi katta emas, lekin u insulin ishlab chiqarilishini kuchaytiradi. Masalan, sut mahsulotlari, avval ham ko'p marta aytganmiz. Sut mahsulotlari kaloriyasi katta emas, hatto foydali. Lekin shunaqangi ko'p organizmda insulin ishlab chiqarilishini kuchaytiradiki, ya'ni sutni hazm bo'lishi qiyin. Ko'p insulin ishlab chiqarildi degani bu sizda masalan sut ichdingiz, qand unaqa darajali ko'tarilmaydi, masalan 10, 11, 12 bo'ladi, lekin sutga nisbatan ko'proq insulin ishlab chiqarilgandan keyin birdaniga reski tushib ketadi. Ya'ni ertalab saharlik soat 6 da qilgan bo'lsangiz 11 ga bormasdan sizning qandingiz 4, 5 yoki 6 ga tushib qoladi. 11 dan keyin iftorgacha hali yana 7-8 soat vaqtingiz bor. Unaqa vaqtda sizni holsiz, kuchsiz va madorsiz qilib qo'yadi. Shu uchun ham aynan mana shu mahsulotlarga e'tiborli bo'lish kerak. Aynan insulinni ishlab chiqarilishini kuchaytiradigan mahsulotlarga e'tiborli bo'lishingiz shart. Birinchi o'rinda, hozirgina aytdim, sut mahsulotlari. Ikkinchi o'rinda bu oq un. Eslab qoling, harakat qiling, ertalabdan saharlikka, umuman kechga ham ertalabdan oq unli mahsulotlarni yemaslikka, pechenilar yemaslikka, non yemaslikka harakat qiling. Ertalabdan somsa, manti, umuman xamir ovqatlarni yemaslikka harakat qiling. Ertalabdan saharda pishadigan osh markazlari bor, bilasizlar? Men biladigan shunaqa insonlar bor. Ertalab saharlikni osh markazlarida borib osh bilan yopadi. Mumkin emas. Ertalabdan plov eng og'ir, eng o'sha qandni skachok qiladigan 1dan 15 va reski tushishiga sabab bo'ladigan. U sizni sog'lig'ingizga yomon ta'sir qiladi.
To'g'ri, siz yaxshi o'zingizni his qilishingiz mumkin, lekin keyinchalik polineuropatiyani kuchaytirib qo'yishi mumkin. Buyragingizdagi muammolarni, nefropatiyani kuchaytirib qo'yishi mumkin. Ko'zda bilan bog'liq muammolarni kuchaytirib qo'yishi mumkin. Shu uchun ham men jon uzaman har doim, skachoklarga qo'yib bermanglar hech qachon. Hech qachon birdan ko'tarilib, birdan riskka tushmasin. U sizni asabiy qilib qo'yadi. Qayerdan men asabiyman deb o'ylab yurasiz? Ana, sababi mana shu joyda. Bunga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Va shirin choy. Ertalabdan quvvat bo'lsin, kuch bo'lsin, mador bo'lsin deb asal choy, shirin choy, qandim tushmayapti-ku, sahrim ko'tarilib ketmayapti-ku, shakar choy ichsam bo'ladi deb shakar choylarni ichish bu birdaniga ko'tarilib, keyin riskka tushishiga sabab bo'ladi. Va banan, qanddan risk skachok beradigan eng bomba meva desa ham bo'ladi. O'zi yumshoqqina ko'ringani bilan, lekin qandni juda katta skachokiga sabab bo'ladi. Va qandolat mahsulotlari. Buni siz mendan ham yaxshi bilasiz. Har qanaqa qandolat mahsulotlari, har qanaqa yarim tayyor mahsulotlar qandni skachok qilib qo'yadi. Demak, siz bu mahsulotlardan iloji boricha qochishingiz kerak. Demak, qandni birdaniga ko'tarilmasligi uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsangiz, bu juda ham oddiy va mana shu maslahatlarga amal qilib, mana hozir men sizga sanab beraman va siz shunday ovqatlaning, qand birdan ko'tarilmaydi, birdan tushib ham ketmaydi va sizga kam-kam sifatli va kerakli energiyani tanangizga oshqozon asta-asta hazm qilib beradi. Ya'ni bu eng birinchi o'rinda tolaga boy mahsulotlar, kletchatkaga boy mahsulotlar deydi. Sabzavotlar, qanaqa sabzavot bo'lishidan qat'iy nazar. Ramazon oyida har qanaqa sabzavot deb ataladigan nima bo'lsa iste'mol qilishingiz mumkin. Hatto lavlagini ham yeyishingiz mumkin. Skachok qilmaydi unaqangi darajali. Sabzavotlarning hammasi bu tolaga, kletchatkaga boy hisoblanadi. Ham oshqozon ichak sistemangizni yaxshi ushlaydi, ham chanqamasligingizga yordam beradi, chunki tarkibida ko'proq suv bor. Ham o'zingizni tetik his qilishingizga yordam beradi, ham sekin energiya beradi. Birdan ko'tarilib, birdan tushib ketmaydi. Sekin energiya beradi va kun davomida energiyasiz qolishingizni oldini oladi. Demak, sabzavotlar bu birinchi o'rinda siz iste'mol qilishingiz kerak bo'lgan va juda ham ko'p iste'mol qilishingiz kerak bo'lgan mahsulotlardan birinchisi. Ikkinchisi bu oqsil. Har qanaqa vaziyatda siz hatto ertalab o'sha saharlikka bo'lsa ham til iste'mol qilishingiz mumkin. Tayyor sotiladiganlar bor yoki o'zingiz olib kelib, bu juda ham ko'p. Hozir ayni bahor payti, ayni quvvat beradigan ozuqa. Juda ham zo'r yordam beradi. Tilni qaynatib, chiroyli qilib, tabizga moslab, sho'r bo'lmasin. Moslab tayyorlab qo'ysangiz, bemalol saharlikka iste'mol qilsangiz bo'ladi, tuxum iste'mol qilsangiz bo'ladi. Xullas, oqsilga boy bo'lgan mahsulotlardan saharlikka bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Birdan qand ko'tarilishiga ham, tushishiga ham sabab bo'lmaydi va sizni kun davomida holsiz bo'lmasligingiz uchun, mushaklaringiz o'zini yaxshi his qilishi uchun, o'zingizni yaxshiroq va avvalgidan hattoki kuchliroq his qilishingiz uchun oqsil juda ham zarur. O'zi agar e'tibor bergan bo'lsangiz, och bo'lgan paytingiz o'zingizni yaxshi his qilasiz. O'sha ochlikni nima bilan to'g'ri kompensatsiya qilish kerak? Bu oqsil. Eng yaxshi yechim bu oqsil. Keyingi o'rinda shunaqangi insonlar borki, men non yemasam bo'lmaydi deydiganlar bor. Men nima yesam ham to'yganlikni his qilmayman deydiganlar uchun maxsus. Ya'ni agar shunaqa bo'lsangiz, iloji boricha kerak emas bo'la o'zi. Agar mabodo sizda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, demak, siz bemalol foydalanishingiz mumkin. Bir bo'lak qora non yeyishingiz mumkin yoki ovsyankali nondan foydalanishingiz mumkin yoki grechkali yoki grechkani o'zini yeyishingiz mumkin. Ertalabdan masalan yengil va uzoq hazm bo'ladigan uglevod bo'lib hisoblanadi, iste'mol qilishingiz mumkin. Agar qonda qand darajasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yashil olma bir bo'lak iste'mol qilishingiz mumkin. Kivi iste'mol qilishingiz mumkin, avokado iste'mol qilishingiz mumkin ertalablariga bemalol va hattoki sizni tanangiz uchun juda ham foydali bo'lib hisoblanadi. Zaytun iste'mol qilishingiz mumkin agar sho'r bo'lmasa, zaytun mevasi bor, juda ham foydali va siz bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Bularga amal qiling, shunchaki saharlik siz uchun yana ham yaxshi o'tadi. Oshqozon ichak tizimingizga yordam berasiz. Hatto bir kurs davolanganlikni foydasini olasiz. Mana shu aytganlarimga amal qilish orqali. Demak do'stlar, keling men sizni zeriktirib qo'ymay, zerikishingizga sababchi bo'lib qolmay, chunki juda ham cho'zilib ketib qoladi video va siz zerikib qolasiz. Shu uchun saharlikni alohida va iftorlikni alohida video qilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Nimadir savollaringiz bo'lsa, albatta kommentda yozib qoldiring. Barchasini ko'rib chiqishga harakat qilaman va
Kerak bo'lsa, zarurlarni o'sha joyida javob beraman. Hech kim xafa bo'lmasin. Zarur emaslarni qoldiraman. Nima uchun? Chunki biz aytgan gaplarni ko'pchilik savol qilib beradi. Nima uchun javob bermaydi deb o'ylamang. Biz videoda aytgan bo'lamiz uni javobini yoki allaqachon kimnidir kommentida javob bergan bo'lamiz. Shunchaki ozgina o'qib chiqsangiz juda ham yaxshi bo'lardi va agarda sizni savolingiz juda muhim bo'ladigan bo'lsa, hatto video qilib chiqaramiz, yo bo'lmasam o'sha joyini o'zida javob beraman. Birorta kommentlar mendan shunchaki qolib ketmaydi. Hammasini ko'rib chiqaman do'stlar. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.